O'rtoqlar, men sizlardan xafaman. Nimagaligini aytaymi? Yomon alam qilyapti-da. Men 20 yildan beri san'atdaman, ijoddaman. Maksimal darajada harakat qilaman, hammani kayfiyatini ko'tarishga, har xil obrazlarga kirishga. Va kecha kelgan mehmonimiz Vlad Bykov bilan olgan videoyimni kommentariyalariga kirsam, boshqa model qurib qoptimi, boshqa o'zbek qurib qoptimi, kiyinishini qaranglar. O'rtoqlar, bu meni enimdagi kiyim, meni onamning kiyimlari. Meni onam kiyganlar. Ro'molni ham onam o'raganlar. Bu tarakan zireni onam taqqanlar. Erinka tapchikalarni hozirgacha ayollarimiz kiyishadi. O'sha payt sochlarini o'rib pardoz qilishgan, qoshlar ulangan bo'lgan, xolli bo'lgan. Kerak bo'lsa, rayhonlarni ham qo'ndirishgan. Tем более biza retro mashinada, u ham retro stilda gulli qo'ynaydi. Men ham o'sha zamonning retro ayollari, u meni kuzatib, meni videolarim yoqqani uchun birga kontent olaylik deb menga taklif kiritdi.